Assalomu alaykum, bu boshqa rakurs va biz sizlar bilan har doimgidek Moskvani boshqa rakursdan ko'ramiz. Bugungi mehmonimiz Asadbek, content maker. Assalomu alaykum, xush Assalomu alaykum. kelibsiz. Va alaykum assalom. O'zingiz haqida gapirib bersangiz. Mani ismim Asadbek, 23 yoshdaman. O'zbekistonning Buxoro viloyatidanman va 3 yildan buyon уже Moskvada yashab kelyapman. Content maker bo'lib ishlayman. SMM, content, har xil videolar olaman и o'zimning blogim bor Instagramda. Nimaga aynan Moskvaga kelgansiz? Boshqa davlatlarga bormagansiz, boshqa shaharlarga? Boshqa davlatga borishga vыбор bo'lmagan, tanlov bo'lmagan, chunki men o'z Yaponiyada o'qishim kerak edi. 4 yil yapon tilini o'rganib, kurslarda qatnashib, sertifikatlar olib, til bo'yicha koronavirus boshlangani uchun Yaponiya admini bo'lib Moskvaga o'qishga kirganman. Moliya universitetida, finans universitetida tugatdim уже. 4 yil o'qidik. 1 yil karantinda, 3 yil Moskvada. O'qishingiz haqida gapirib bering. Qanaqa bo'lgan? O'qish bu meni orzumdagi universitet bo'lmaganligi uchun, chunki men Yaponiyada o'qishni xohlagandim. Unchalik jiddiy qaramasdim o'qishga. O'zingni orzungni qoldirib, boshqa joyga ko'chganingdan keyin unchalik o'qishni xohlamasdim. Ancha vaqt o'tib, kursdoshlarim bilan yaxshi bo'lib, kursdoshlarim bilan kommunikatsiyani yaxshi qilganimdan keyin уже tushundimki, что qanchalik yaxshi kommunikatsiya qilsang odamlar bilan, shunchalik osonroq bo'ladi. Matematika fanidan qiynalardim. Kursdoshlarim yordami bilan topshirganman semestrlarni. Juda ham ko'p отчислениyaga qo'ymoqchi bo'lishgan, chunki o'qib ishlardim. Ko'p darslarga bormasdim, ko'p paralarni qoldirardim. Yaxshi ham starstam bilan yaxshi edim. Shokolad olib kelardim, madrlar olib kelardim. Podxod qilardim, kofe olib kelardim. Shuning uchun yordam berardi har doim. 4-kursni Xudoni nimasi bilan, do'sti bilan tugatdim. Yaxshi gaplashib, o'qituvchi bilan harakat qilsa, to все получится. Odamdan bog'liq hamma narsa. Siz qanaqa qilib finansoviydan meditsinaga tushib qoldingiz? Uzoq istoriya. Hamma o'ylaydiki, men plastik xirurgman deb. O'zi plastik jarroh emasman, chunki просто shunaqa odamlar bilan ishlayman. No, sekin-sekin уже plastik jarrohlikni ham tushundim уже. Birinchi ishim sразу ish qidirish boshladim, chunki O'zbekistonda o'zimni qanaqadir komfortim bor edi. Oilada bizda menga nisbatan hech qanaqa nima deydi, yo'q degan narsa yo'q. Toshkentga ketmoqchi bo'lsam, borishim mumkin. Masalan, 1 soat oldin aytishim mumkin, men Toshkentga ketyapman deb. Chunki o'zimni o'zim уже обеспечивать qilardim. Ota-onamda menga nisbatan ishonch katta edi. Yaxshi ovqatlanishni yaxshi ko'raman, restoranda, qayerdadir o'rtoqlarim bilan har kun ko'rishga harakat qilardim. Moskvaga kelgandan keyin birinchidan o'zingni uyingdan, komfortli uyingdan общежитиеga ko'chyapsan. O'zimizning отдельный xonamiz bor edi, отдельный tualet, vanna, no, baribir ham o'sha uydagi komfort o'sha boshqa narsaga o'zgardi. Pulni ekonom qilish kerak. Men pul ekonom qilishni bilmasdim u payt. Ko'chayotgan paytimda oyimlar bilan dadamlar qo'limga $500 bergandilar. Dadam aytgandilarki, bu sening birinchi va oxirgi puling. Дальше уже сам. Kelganimdan keyin уже ish topish kerak edi. O'zimni sferam bo'yicha umuman ish topolmadim, SMM bo'yicha, chunki bu yoqdagi SMM specialistlar baribir kuchliroq mendan ko'ra. O'zimga so'z berdimki, что men ofitsiant bo'lib ishlamayman, barista bo'lib ishlamayman, chunki kallam ishlaydi. Kallam bilan pul topishim kerak. Qiyin mehnat bilan pul topishni xohlamasdim, chunki ras menda O'zbekistonda o'xshadim, значит boshqa davlatda ham men o'zimni nima deydi, ko'tarib bilaman, hech kimning yordamisiz. Chunki O'zbekistonda ham o'zimni ko'tardim, nima deydi, dadamni qaysidir tanishlari meni ishga qo'ymagan. Qacha qo'ygan bir marta otelda. No, это не sуть. Ish qidirish boshladim. Moskvada o'zbek restorani ochildi, shashlik degan. Opam menga yordiki, yozgin bularga, SMM specialist qildiradi deb. Yo'q, men baribir olishmaydi, chunki Moskvada o'zini SMM specialistlari bor-ku dedim. Zastavить qildi yozishga. O'zi nima deydi, сообщение yozdi, xat, men o'shani yubordim direktga, javob berishdi menga. Javob berishgandan keyin shashlikda o'sha ishlashni boshladim, SMM specialist bo'lib, yaxshi ishlab pul topish именно unaqadan boshlandi. Shashlikdan boshlandi. Do этого men otelda ishlashga harakat qildim, chunki o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman otelni biznes, restoran biznesini. Menga qiziq proses qanaqa bo'ladi. Administrator bo'lib ishlagandim. No, birinchi katta pulim qancha, $500 shashlikda ishlash boshlagandim. Shashlikda Timur Haydarov mehmon bo'lib kelgandilar. Menga aytishdiki, что вот Timur Haydarov keldi, video olish kerak.
chunki этот для его аккаунта. Я подошел, oldlariga keldim и aytdimki, что man SMM specialistman и sizga qanaqadir video qilish kerak bo'lsa, yordam berishga xursandman. Qildim video, gaplashib boshladik. Har kelishganda gaplashib bir marta oldilariga chaqirildi и aytdilarki, что biza klinika ochyapmiz. Xohlasang, seni ham olishimiz mumkin. Я сказал, почему нет? Har bitta shansdan foydalanish kerak. Пока ishlashni boshlamayman, shu odam bilan tinch qo'ymayman. Moskva Cityga taklif qilishdi ishga. Shunaqa qiziq narsa bo'ldiki, ishga chiqqan kunim bu mani birinchi marta собеседованиеga chaqirgandilar. Birinchi mani собеседованием Moskva Cityda bo'lgan. Именно o'sha bashnada, o'sha kunda 1 soat oldin bo'lgan. 1 yil oldin o'sha bashnada собеседованиеga kelganman. No, u yoqda отказ olganman. 1 yildan keyin 1 soat farq bilan xuddi o'sha bashnaga ishga kirganman. Просто Timurni ko'rgan paytda aytgandimki, xudo nima qilsang qilgin, no, men shu odam bilan ishlashim kerak edi. No, реально o'xshadi и shunaqa nima deydi, qiziqarli bo'lib ishlashni boshladim. Bu klinika kosmetologiya klinikasi edi. Kosmetologiya bo'yicha yurg'izardik, a потом klinika kattalashtirildi и biz уже katta klinikaga ko'chdik. И katta klinikada уже Timur Haydarovni o'zi bilan ishlashni boshladim. Shunaqa qilib plasticheskiy xirurgiyaga kirib ketdim. Nimalar bilan bandsiz? Kimlar bilan ishlaysiz? O'zim blogim yurg'izaman birinchidan. Asadbek говорит, shoda chiqadi, chiqadi. Rossiyani yulduzlar bilan sekin-sekin ishlayapmiz. Filip Kirkorov bilan syomka bo'lganda, Oksana Samoylova, eri Jigan har xil meropриятияларда video olaman. Shu yo'nalishda hozir ishlayapman. Только так. И hozir yangi yo'nalishga o'tmoqchiman. No, hozircha nima deydi, o'ylab, tayyorgarlik qilib bu nishaga kirmoqchiman. Shu yulduzlar bilan ishlaysiz. Ularni bir boshida birinchi ko'rganingizda bir hayajon, shunaqa narsalar bo'ladimi? Ishlagan paytda har kun ko'rasiz, biz ko'pincha kelishadi yulduzlar, bu narsa уже oddiy bo'lib qoladi. Kirkorovni har kun ko'rgandan keyin, boshqa yulduzlarni ko'rgandan keyin, boshqa yulduzlar уже u ham odam, shunaqa tuyuladi. Biz oddiy konsertlarga borganda uzoqdan o'sha artist ko'rib qolsak ham bir boshqacha bo'lib ketamiz-da. Klinikada ko'rgan paytda unaqa bo'lmaydi. Imni konsertda ko'rgan paytda уже boshqacha. Chunki odamni qanchalik kuchli ekanligini konsertda sezsa bo'ladi. Chunki shuncha odam yig'iladi bitta odam uchun, shunaqa shou, konsert, emotsiyalar boshqa narsa, boshqacha bo'ladi. Odamni hayotda, syomkada ko'rgan paytda bu oddiy odamni videoga olyapsan. Вот именно konsertda, qanaqadir masshtabli tadbirda u odamni qanaqa kuchli ekanligini sezadi. Atak oddiy hayotda unaqa emas. Masalan, ko'pchilik hozirgi yoshlarimizga qiziq yana bitta savol bor. O'qish ham ishlash, bir-biriga совместить qilish qiyin emasmi? Qiyin, lekin odamning o'zida xohish bo'lishi kerak. Menda boshida xohish yo'q edi. Shu nima deydi, o'qisam o'qiyman, o'xshamasa o'xshamaydi. Chunki nima deydi, men O'zbekistonga juda ham привязанный edim. Juda ham bog'lanib qolgandim. Chunki endi yaxshi pul topish boshlagandim. Bu yoqqa kelib уже bepul qolyapman и nima deydi, mizerniy pullarda ishlayman, kam pulda. O'zbekistonda masalan harakat qilardim. Masalan, o'sha payt karantin edi. Karantinda borib kelishga harakat qilardim. Chunki borganda pul ishlab kelardim. Pul ishlagan pulim keyin bu yoqda sekin-sekin ishlatardim. Baribir ham nima deydi, высшее образование bu kerakli narsa. Nima bo'lgan taqdirda ham. Hamma aytadi hozir высшее образование kerak emas. Baribir bu narsa kerak. Chunki universitetda o'qiyotgan paytda biz nimaga o'rganamiz odamlar bilan gaplashishni, intelligentliroq bo'lishni. Chunki ham universitetda ham unaqa bo'lmaydi. Masalan, O'zbekistonda men o'ylaymanki, bu narsaga o'rganish qiyin. Bu yoqda men odamlar bilan gaplashishga o'rgandim, odamlar bilan kommunikatsiya qilishga o'rgandim. Har xil situatsiyalardan chiqib ketishni, nima deydi, yo'l topishni o'rgandim. Chunki o'zimni sferamda o'qidim, baribir marketing sferasida. No, nima deydi, bu narsa yordam berdi menga kommunikatsiya qilishda. Men juda ham yopiq odamman. Faqat odam bilan gaplashishni boshlamayman, qiyin menga juda ham. Sekin-sekin men shu kommunikatsiyaga o'rgandim. Qiyinligi ham imенно kommunikatsiyada bo'lgan. Ishlash unchalik qiyin emas, chunki ishladim, pul topdim. Men unaqa qiyin ishda ishlamaganman-ku. Sam proses oson, lekin o'sha prosesga yetib olish sizda qiyin bo'lgan. Da.
shu narsani уже anglab boshlash qiyin bo'lgan. qiyin bo'lgan. Что sen уже o'qishga kirding, o'qishing kerak, pul topishing kerak. Shu narsani anglash qiyin bo'lgan. O'qib o'zingizni Da. ishlab обеспечить qilgansiz. Da. Bir marta uydagilardan pul so'raganman. O'shanga ham o'rtoqlarimga pul yuborishardi. Menga pul yuborishmayapti hech kim. Men aytdim, cho'za figня. Tanish holat. Da, o'rtoqlarimga pul yuborishardi har oy. Telefon qilib nimaga menga pul yuborasizlar deb. Biz oyim aytdilar, "Sen hech narsa demayapsan-ku, tasha desang tashlaymiz" deb dedilar. Dedilar, $200 tashlashgan. O'sha уже oxirgi pul bo'lgan. Чтобы meni nima deydi, uspokоить qilish uchun o'sha $200 ni olganman, o'zim uspokоить qilish uchun. Все, menga pul yuborishdi-ku deb. И дальше уже o'zim обеспечить qilganman. Bu narsaga men, если честно, oyimlar bilan dadamlarga juda ham minnatdorman. Что nima deydi, separatsiya bo'lgan. Ota-onamdan уже uzoqlashganman. Qanaqa ma'noda? Именно финансовый и ментально. Har doim ota-onaga bog'lanib qolish ham bu narsa yomon. Chunki agarda ota-onaga bog'lanib qolsak, слишком развитие bo'lmaydi. Chunki hamma narsani ota-onadan kutadi odam. Ota-onam pulni berish kerak, ota-onam o'qishim qilish kerak, ota-onam xotinimni обеспечить qilish kerak, и ota-onam уже meni butun umr обеспечить qilish kerak. O'zbekistondagi faoliyatingiz qanaqa bo'lgan? Вообще O'zbekiston, Buxoro o'zim shahrimda, viloyatimda birinchi blogerlardan edim. Qanaqa boshlangan imенно blogim? Akamda iPhone 5 SE bor edi. Kosyak qilgani uchun telefonni olgandilar oyimlar bilan dadamlar. Men olgandim bu telefonni o'zimga. Restoranlarda yurishni yaxshi ko'rardim. Bilmayman qayerdan pul topardim restoranga borish uchun. No borardim, yerdim, chunki o'zimga qiziq shu soha. Restoranda qanaqa ishlashadi, qanaqa qilib ovqat tayyorlanadi, bu narsa menga juda ham qiziq edi. O'zim film ko'rish yomon ko'raman, lekin imенно restoran haqida, otellar haqida hamma filmlarni ko'raman. Umuman qoldirmasdan. Bir kun 2 kechasi Instagramda akkaunt ochaman, restoranlarning obzorini qilaman. Chunki o'zim YouTube'da ko'rardim shunaqa obzorlarni. Rus tilim 0. Bitta post qo'yganman, bitta postda 100 ta xato. Boshlagandim. Bir haftaning ichida 1000 ta подписчик yig'gandim. U payt Instagramda rivojlanish oson edi. Odamlar bir-birini поддержка qilardi. Hozir u nima deydi, bitta repost qilish pul turadi. Avval unaqa emas edi. Odamlarga o'sha payt ham podxod topgandim. Chiroyli tekst yozib, masalan, qarayapman, подписчикku, masalan, 10 mingta подписчик bor. Chiroyli tekst yozgandim, поддержите наш blog, shunaqa. Hamma qo'yish boshlagandim. Bir hafta ichida 1000 ta yig'gandim. Meni bitta restoran за месяц qilgandi. Ipak yo'li degan restoran. Bitta tadbirga taklif qilishgandi. Tadbirga taklif qilishganda пригласительный yuborishgandi. Telegramda men aytgandim, chiroyli qilib пригласительный yuboringlar, men istoriyamga qo'yaman, чтобы odamlarda interes paydo bo'lishi uchun. O'shanda Ipak yo'li restoranining direktori за месяц qilgandilar, ko'rib qolganlar. Aytgandilarki, "Voy, men o'ylagandim sen katta bo'lasan" deb. Chunki u payt 17 yosh edim, 18 yosh edim. O'sha odam, Apashoya ismlari, birinchi meni imенно SMMga olib kirgan odam. Menga aytishgan, "Bizani restoranimizni unaqasini yurg'izib bilasan, akkauntini?" Bu restoran Buxorodagi krupniy restoranlardan edi, chunki u restoranga oddiy odamlar kelmas edi. Prezidentlar kelardi, ministrlar kelardi. O'zini очень prestijniy restoran bu. O'ylab qoldim, ishga taklif qilishyapti. Nima qilish kerak? Instagram yurgizish kerak, rasm, video qo'yish kerak. Men хорошо, mayli. Uyga keldim, oyimlarga aytdim, "Oyi, meni ishga taklif qilishdi, shunaqa qilish kerak ekan." Oyimlar aytdilar, "Yo'q, sen o'qishing kerak, sen yaponskiy yezikni o'rganishing kerak, ekzamen topshirishing kerak, o'qishga kirishing kerak." Bobomlar bor edilar oldinlarda. Nimaga bolani unaqa qilasan, motivatsiyasini o'ldirasan, borsa ishlasin degandilar. Благодаря именно bobomlarga shu yoqda ishlash boshlagan. O'sha yoqdan meni именно SMM specialist bo'yicha rivojlanishim boshlangan. SMM specialist nima ekanligini даже bilmasdim. Umuman, даже copywriter, stories maker, umuman hech narsani bilmasdim. Ishlab o'rgandim, keyin o'qishga borib keldim Toshkentda. O'qidim bu sfera bo'yicha уже katta proyektlarni olishni boshladim. Salonni yurg'izdim, boshqa restoranlar o'zi chiqish boshlashdi. O'zim bu blogimni yurg'izishni boshladim. Buxoroda o'zimni auditoriyamni yig'dim. Взлетный moment bu Zara degan master по бровям qo'shiq qiladigan.
o'sha odamni salonni ochganimda butun Buxoroga takoy nima deydi shov shuvli открытие qilgandik. O'shandan keyin hamma meni tanishib boshladi уже и biza Zahra bilan bir-birimizni продвигать qilish boshladik. U kishini подписчиклari menga, meni подписчиклаrim u kishiga. Qaror shunaqa qilib o'zim подписчиклаrimni ko'tardim. И sekin-sekin уже telefonimni almashtirdim. Sekin-sekin уже Toshkentga borib keladigan bo'ldim. Birinchi avtobusda, уже keyin Afrosiyobga, keyin уже samolyotga. Birinchi qarindoshlarimnikida qolardim, keyin o'rtoqlarimniki, keyin otelda уже nima deydi, shu уровень komfortini ko'tarish boshlandi. O'sha momentda shu o'qishga kirishim kerak edi. 1 yil karantin paytida o'qidim. Mana shu 1 yil ichida o'zimni ko'tarishga harakat qildim. Bir kun o'rtog'im avariya bo'ldi. Больницаga tushdi. Men bir hafta u bilan больницада yotdim, işte oldida bo'lishdi. Bir hafta qilishga ish yo'q. Direktorimga qarab o'tirsam, SMMni o'rgatasizmi? SMMni o'rgatasizmi? SMMni o'rgatasizmi? O'qituvchilikdan umuman 0 menda. O'qituvchi emasman. Давай попробую. Bir hafta ichida kurs uchun unaqa programma tuzdim. Prezentatsiyalar bu пока больницада yotganimizda. Chiqqanimdan keyin сразу nima deydi, gruppa yig'dim. 3 ta gruppa yig'ildi, 20 ta odam. $100 $2000. O'sha payt уже pulni ta'mini sezdim. Aytdim, nifiga bir haftada $2000 ishlasa bo'lar ekan. Boshladim. Gruppa yig'ib, endi yaxshi pul ishlash boshlagan paytimda Moskvaga ko'chib ketishim kerak edi. Yaxshi pul ishlab topish boshlagandan keyin Moskvaga ko'chdim. Moskvada опять bepullik. То есть karantinda уже 1 yil yo'lda o'qib qo'ygansiz. Karantindan kursda ko'chgan. Ikkinchi kursda ko'chdim. Ikkinchi kursda ham qanaqa endi 1 yil meni kursdoshlarim bizasiz o'qigan. Уже ular bir-biri bilan tanish, bir-biri bilan o'rtoq. Biza osmondan tushgan o'zbeklar kiramiz, yana men odamlar bilan gaplashish bilmayman. Kelardim, o'tirardim partida, bir o'zim hech kim bilan gapirmasdim. O'rtog'im bor edi, men bilan o'qiydigan o'zbek. O'sha bilan gaplardim, qaytib ketardim. Hech kim bilan kommunikatsiya umuman yo'q edi. Til bilmagansiz. Bilardim. Keyin o'zi bilgansiz. Chunki O'zbekistonda ishlash boshlagandan keyin rus tilida ko'p gapirardim. Litseyda ham rus gruppada o'qiganman. Dadamlar har doim majburlardilar rus tilida gapirishga uyda, chunki baribir rus tilini bilish kerak. O'zbekistondagi ishlaringizni hammasini tashlab bu yoqqa kelganingizdan afsus qilmaysizmi? Yo'q, naоборот lutfmi? Boshida Moskvani juda ham yomon ko'rardim. Chunki katta shahar, odam ko'p, komfort yo'q, общежитиеda yashash, hamma bilan birga ovqat qilish, restoranga bormaslik. Baribir komfortga o'rgangandan keyin o'sha komfortni yo'qotsa odamga qiyin bo'lar ekan baribir. Agar odam harakat qilsa o'sha komfortni qaytarish mumkin. Еще комфортнее можно жить. Men uchun hozir bu eng komfortli shahar. Qanchalik har bitta narsa o'ylab odam uchun qilinganligi bu Moskvada вообще. Haqiqatan. Har bir ko'chaga chiqqanda aylanganda mazza qilaman, chunki Moskva это вообще. Chunki boshqa davlatlarda bo'ldim shu yil. Boshqa davlatlarda bunchalik komfort yo'q, bunchalik уровень servisa. Dostavka zakaz qilsan, yarim soatdan keyin уже uyingda hamma produktlar bor. Ovqat yemoqchisan, ovqatlarni zakaz qilishing mumkin. Restoranga kirasan, restoranda обслуживание eng zo'ri. Men uchun Moskva hozircha number 1. Rossiyadan boshqa qaysi davlatlarda bo'lgansiz? Abu Dabida bo'ldim, Bangkokda bo'ldim, Turkiyada bo'ldim. Finansiy tarafdan o'zingiz hamma narsani o'zingiz qilgansiz. O'zingiz sayohat qilgansiz. Sayohat qilish ham qiyin bo'lgan. Nima uchun? Oyimlarga surpriz qilishni yaxshi ko'raman. Bayram bo'ladi, nimadir bo'ladi. Birinchi zeriksam shu bilet olardim, ketardim. Hacha O'zbekistonda ishlatgan pulimni boshqa davlatda ishlatsam, boshqa davlat ko'rardim. Dunyoni ko'rishni boshlardim. Har doim oilam bilan uyga borib pul yig'olmasdim, imенно sayohat qilishga. Shu yil o'zimga maqsad qo'yganim, 4 ta yoki 3 ta davlatda bo'laman deb, pul yig'ib, sekin-sekin boshladim. Sayohatni ham ta'mini bilgandan keyin bu sayohat qilish bu juda ham zo'r narsa ekan. Chunki boshqa kulturani ko'rasiz, boshqa odamlarni, boshqacha yashash mumkin ekanligini, boshqacha hayot tarzi bor ekanligini, boshqa dunyo bor ekanligini sezasiz. Bu juda ham zo'r. Boshqacha mentalitetni ko'rish o'ta вообще. Keyingi plandagi davlat qaysi? Dubay.
o'rtog'imni oldiga bormoqchiman. Dubayga ko'chgan hozir. Dubay bormoqchiman. Hozirgi masalan kelayotgan biz молодежьga, umuman vatandoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Nimalarga e'tibor berish kerak kelayotganda? Может быть, hozir ozgina qo'pol bo'ladi, но tavsiya qilardim vatandoshlarimizga o'zini tutishini to'g'rilashni. Ko'p odam nima deydi, biza o'zimizni O'zbekistonning yuzi biza. Kelgandan keyin представитель biza. Kelgan paytimda hammadan ko'p kishidan eshitardim, что biza o'ylardik o'zbeklar немножечко kallasi ishlamaydigan unaqa bunaqa. Men harakat qilardim, kursdoshlarimning o'rtasida ham, o'rtoqlarimning o'rtasida ham harakat qilardim, что o'zbek bu oddiy o'zbek emas. O'zbek degani bu stроитель emas har doim. Nastavщик emas. Men bu kasblarni nima deydi, yomonlamoqchi emasman, но xohlaymanki, чтобы o'zbeklar boshqa taraflama ham zo'r bo'lishini. Ba'zida videolar chiqadi Instagramda, Moskvada o'zimizni o'zbeklarni tutishini ko'raman, reально uyalaman. Biza haqimizda boshqa davlatning odamlarida shunaqa fikr paydo bo'lishini. Bitta o'zbek deb hamma o'zbek yomon bo'lib qoladi. Chunki bu narsa залетает, Instagramda ko'p просмотр oladi, но ko'p просмотр uchun bunaqa o'zini tutishi неправильно. Kommentariyaga kirib o'qiysiz, kommentariyada ustimizdan kulishadi har doim. Bu narsa noto'g'ri. Shuning uchun men xohlardimki, birinchi o'rinda o'zimizni tutishimizni to'g'irlash. Boshqa odamlarning ichida yaxshi gaplashib, yaxshi впечатление qoldirishga harakat qilishimizni xohlardim. Boshqa davlatda biz mehmonligimizni unutmaslik. Da. Biza mehmon biza, biza Rossiya это не моя страна deb o'zimizni tutishimiz bu noto'g'ri. Все остальное уже odamning o'zidan зависит. Men maslahat berishim mumkin, hozir bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. No baribir odamning o'zidan zavishdi hamma narsa. Men hozir mingta maslahat berishim mumkin, no meni maslahatim foydali bo'ladimi yo'qmi? Bunga javob bera olmayman. No birinchi o'rinda o'zini tutishi, ikkinchi o'rinda tilni bilishi va uchinchi o'rinda mehmonligini unutmasligi. Hozirda o'sha endi общежитiyada yashamasangiz kerak. Yo'q, kvartiraga ko'chganman, отдельно bir o'zim yashayapman. Bu ham nima deydi, уровень komfortini ko'tarish uchun harakat qilaman. Da qimmat, har oy kvartiraga pul berish qiyin, katta summa bilan sразу xayrlashish. No, sekin-sekin harakat qilaman shu уровеньga yetishga. Shunaqa holat bo'lganda, endi kvartiraga ko'chgandim. Endi уже nima deydi, narsalarimni yig'ib, tayyorlab, уже yashashni boshlaganimda ishda o'tiribman, kvartiralarni qo'yadigan объявление qo'yadigan Telegram kanalda meni ko'chamni объявлениесі chiqadi. U meni ko'chamda kvartira qo'yilayotgan ekan, qani ko'raychi degan. Kvartiram qo'yilyapti. Уже yashayotgan kvartiram sdается deb qo'yilyapti. Aman через tanishim u kvartirada yashashni boshlagandim. Tushunmayman nima bo'lyapti. Meni kvartiram sдается. И уже начал спрашивать. O'rtog'imdan so'radim, nima uchun bunaqa bo'lyapti desam, bilmayman dedi. Обидно bo'lgan narsa, что именно o'zbek yashayotganligi uchun kvartirani bermaganligi. Agarda men shu объявлениeni ko'rmaganimda, men bir haftadan keyin uysiz qolardim, даже bilmasdim, что men ko'chishim kerakligini. Men perez faktim qo'yardi, men bilmasdim ko'chishim kerakligini, narsalarimni yig'ishim kerakligini. O'zim ko'rib qolganim uchun o'sha to'lovlarni qilib bo'lgansiz, siz объявлениeni ko'rib qolgansiz. To'lovni qilib bo'lganman, 1 oylik to'langan, o'sha keyingi oyni o'sha pulni to'lashim kerak. Keyingi oyni pulni to'lashim kerak, aytaman, nima uchun bunaqa bo'lyapti? Просто hech qanaqa sabab yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Просто shu millatimiz uchun shunaqa bo'lgan. O'sha payt именно Krokusdagi terakt bo'lgandi. No, bu narsalar bo'lgan, men уже kvartirani topib, keyingi yangi kvartiramni topib bo'lgandan keyin Krokusdagi situatsiya bo'lgan. Men kelgandim, kvartiramni ko'rgandim, yangi kvartiramni. Yangi kvartiram mana Krokus to'g'risida, oynadan Krokus ko'rinib turadi. Shokovый состояниеda ko'chgandim, потому что u paytda trauр edi, ko'chada hech kim yo'q, qo'rquv, so'rovni odamning ichida. Bu arendadachilarim juda ham yaxshi odamlar. Aytishgandiki, bizaga millating unaqa ahamiyat bermaydi. Просто ular so'rashgandi, qayerda ishlashimni, men sразу Instagramga yubordim, chunki Instagramda baribir obraz создается. Birinchi ko'chayotgan odamman edim. 6 oydan beri yashayapman kvartirada.
o'rtoqlarim bor, birga yashaymiz, rayonimiz bitta. Juda ham yaxshi ko'raman kvartiramni. O'zimda shunaqa xislat bor, bir o'zim qolishni yaxshi ko'raman. Вот целый день ishlayman, odamlar bilan kommunikatsiya, разговариваю. Agarda odamlar bilan yaxshi kelishib ketsam, og'zim yopish qiyin mani. Целый день gapirib, уже uyga kelgandan keyin tinchlikda o'tirgim keladi. Hech kim shu man tegilmasin, gapirmasin men bilan. Telefonda o'zim ishimni qilib, или просто muzika qo'yib o'tirishni yaxshi ko'raman. Kvartiram bu meni energiya oladigan joyim. Umuman jilet qilmayman, что har oy katta pul berayotganligimga. Chunki bu kvartira men отдушinaman. Ko'pchilikka qiziq bo'ladi bu savol ham. Hozir shunchalik успешныйsiz, masalan, Успешный emas. yulduzlar bilan siz yulduzlar bilan ishlaysiz, baribir auditoriyangiz bor o'ziga yetarliga. Kelajakda masalan qolish niyatmi yoki ketish O'zbekistonga? Bitta narsani sezaman, shu bitta joyda qotib qolganman hozir. Bitta nima deydi, pul topganingizdan keyin ko'proq topishni xohlaysiz har doim. Hozir bitta joyda qotib qolganman, shuning uchun хочется развития. Shuning uchun Toshkentga ko'chmoqchi edim. Toshkentda baribir hozir hamma narsa развивается. Bizani sfera endi развиваться qilyapti. Shuning uchun ko'chmoqchi edim. Toshkentda o'zimni ishlarimni boshlamoqchi edim. No, hozir boshqa bitta yo'nalishda ishlash boshlayman. Xudo xohlasa, agarda o'xshasa, Moskvada qolaman. No, baribir kelajakda O'zbekistonda yashash niyatim bor yoki ikkita davlatda yashash. Toshkent, Toshkent, Moskva. Chunki Buxoroda to'shni yasholmasam kerak. Bitta narsa yoqmadi Buxoroda borganimda, что g'iybat ko'pligi. Очень много. Juda ham ko'p. Shutka emas, orqangizga qilish, siz haqida Shutka emas, achchiq haqiqat. Achchiq haqiqatda. Вот, shuning uchun harakat qilmoqchiman ikkita davlatda yashashga. Baribir O'zbekiston bu o'zimni ona vatanim, ona yurtim. Shuning uchun O'zbekistonda yashayman deb o'ylayman. O'zbekiston, Moskva. Chunki Moskvaning komforti bu boshqa, O'zbekistonning komforti boshqa. Ovqat yeyishga O'zbekistonga boraman. Lekin men ham yaqinda borib keldim, haqiqatan ancha narsa rivojlangan. Именно городlarda. Stolitsada masalan, или men Namangandan bo'lsam, shahar o'zida, ну, rayonimizda hamda развитие bor, lekin shaharda prям заметно o'sish o'ta katta. Ko'p narsalar paydo bo'lgan, o'sha siz aytgandaqa oddiy masalan marshrutkalar, boshqachalar yo'lga qo'yilgan, masalan turniketli marshrutkalar qo'yilgan. То есть oldinga pul qidirmaysiz-u, da, уже anaqa nadpislar ham bir boshqacha aylanib turadigan avtobuslar qo'yilgan. Короче, rivojlanish katta o'zimizda. Qaytish ham qanaqa bo'lish kerak? Nima deydi? Manda hech narsa o'xshamadi, qaytyapman emas, именно men o'zimni hayotimni boshqacha o'zgartirmoqchiman deb qaytish kerak. Quruq qo'l bilan qaytmaslik kerak. Shuni men o'ylayman, shunaqa bo'lish kerak. Boshqa davlatda yashasangiz ham O'zbekistonning an'anasi, O'zbekistonning traditsiyalariga qarab yashaysiz. Chunki tortadi baribir. Tortadi. Chunki men yaxshi ko'raman O'zbekiston traditsiyalarini. Masalan, hamma o'ylaydi, rus qizni olasam, uylanasam, yo'q, o'zbek qizga uylanman. Chunki o'zini fishkasi bor, milliyligi bor. Rus odamlarda ajrashish bu oddiy narsa. Ajrashib ketaveradi. O'zbekistonda shu nima deydi? Oilasi uchun odam kurashadi. Erkak ham, ayol ham. Hamma emas, ko'pchiligi. Yashashni tanla. Qarashim yevropeyskiy bo'lsa ham ko'p narsaga, no, to'yni o'zbekcha qilardim. Katta, 1000 kishi, 100 kilolik qozonni o'rtaga qo'yib, oshni damlab. Asadbek akaniz uchun kattakon rahmat, vaqt ajratib, kelajakda sizga katta omadlar tilab qolamiz, xudo xolasa. Keyingi выпускlarimizda o'zi bundan ham успешный bo'lib ketsangiz, xudo xolasa, ko'rishib, yana suhbatlashib, yana shunaqa bir qiziqarli istoriyalar bo'lsa, gaplashish keyin nasib qilsin bizga ham. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham rahmat. Подписывайтесь. Обязательно. Kommentarlar yozib tashlaymiz hamma narsalarni.